Qo'lingizdagi pul ko'rinmas kasallik manbai. Siz har kuni qo'lingizda tutayotgan pul aslida ko'zga ko'rinmas minglab bakteriyalarni olib yurayotganini bilasizmi? Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, har bir banknotada 3000 dan ortiq turli bakteriyalar mavjud. Ular orasida inson salomatligi uchun xavfli bo'lgan Staphylococcus aureus va hatto yiringli infeksiyalarni chaqiruvchi mikroblar ham bor. Bu bakteriyalar qanday yuqadi? Siz pulni ushlaysiz, qo'lingizni yuvmasdan ovqatlanasiz yoki yuzingizga tekkizasiz. Natijada mikroblar tanangizga kirib, turli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bilasizmi? Ichak infeksiyalari bakteriyalari pul sirtida 24 soatgacha yashay oladi. Pul bilan ishlagach, har doim qo'llarni sovun bilan yuving. Toza qo'llar sog'lom hayot garovi. Pul kerak, lekin salomatlik undan ham muhim. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.